Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Mana sizlarga Samarqand shahri, ya'ni Kishmishka hududidan 48-maktab yonida yangi 9 qavatli domlarimizni 5-qavatida 120 kvadratli kvartirani sotuvga chiqardik. Bu kvartiramiz kirish eshigi hisoblanadi. Hammom, tualeti отдельный, раздельный holatda bir chekkadan obzorimizni boshlaymiz. Ko'rib turgan mana shu mebellar qoladi. Qadrdonlar, qolgan mebellar, ketadigan mebellarni ham aytib o'tamiz. Uyimizni ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Bu joyimizda ham взрослый sanuzolimiz bor, ya'ni взрослый spalniyamiz, взрослый dushovoyimiz bor qadrdonlar. Eshiklariga ahamiyat berasizlar. Remontlari полностью atachento remontdan chiqqan. Bu ko'rib turgan mebellar ketadi. Berimizda ham bitta spalniyamiz bor. Bu spalniyamizdagi garnituri ketadi qadrdonlar, qolgani qoladi. Mana shunday. Mana ko'rib turganinglardek. Va bu joyimizda ham olib ketiladigan narsalar olib kirib qo'yilgan. Shu sababdan qisqacha ko'rsatib o'taman. To'g'ridagi shkafchasi qoladi, qolgan narsalari uy egalari tomonidan olib chiqib ketiladi. Va bu joyimizda ham xuddi shunday. Bu ko'rib turgan garniturilar ketadi. Konditsioner qoladi, eshik derazalar. Derazalarimiz tashqi tomoni, har bitta xonamizda oyna borligi. Bu kamdan kam uchraydigan holat. 120 kvadratlik mana shunday katta yo'limiz yuzida Kishmishkada 5-qavatda sotilayotgan kvartiramiz. Xo'p, va bu joyimizda o'sha, ya'ni katta hammom, ya'ni dushovoyimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerimizda ham mumtoz o'rnatilib ketilgan. Remontlari a'lo darajada qilingan. Remontimiz tugagani 2 oy bo'ldi. Hali lyustrachalar qo'yilmagan. Xolasida xohishlarga qarab lyustrani ham qo'yib beramiz, narxini kelishsak albatta. Va endi kuxna qismimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu kuxna qismimiz, kuxnyamizda ham mana shunday garniturimiz bor. Xo'p, bu yerda xolodilnigimiz bor. Xolodilnik ketadi. Stiralkamiz ham ketadi. Duxkonterniy katyol, uyimiz полностью отопление паровой qilingan do'stlar. Kuxnaga mana shunday kafe ham yozilgan. Bu gilamlar ko'rgan darushkachalar albatta ketadi. Va bu yerimizda ham oynamiz bor. Qiziqqanlar bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar qadrdonlar. Allaqachon nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Ma'qul kelgan bo'lsa like, podpiska va 3 xonali uy qidirib yurgan do'stlarimizga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar.